Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz hozir 1910-yilda Amir Olimxonning otasi tomonidan buyurtma qilingan Amir Olimxon uchun qoldirilgan uydamiz Sankt-Peterburg shahrida. Mana nihoyatda chiroylik. Amir Olimxon afsuski bu yerda o'zi umuman yashamagan. 1910-yilda dekabrda otasi vafot qiladi. Vafot qilganidan keyin u bu yerda yashamaydi, afsus. Buxoroga qaytib amir bo'lishga to'g'ri keladi. Bag'i orqa hovli shekli. Hozir oldin orqa tomonini. Amir Olimxon 1910-yili dekabr oyida qaytadida Buxoro amiri bo'ladi. Ya'ni u o'zi Peterburgga kelishining sababi ham Rus qirollik Chor Rossiyasi oilasiga o'zini shahzodaligini qaysidir ma'noda tasdiqlatish uchun, o'zini nomzodini ko'rsatish uchun keladi. Ana akademiyada o'qiydi, harbiy akademiyada 7 yillik akademiyani 4 yilda tugatadi. Vaholanki mana shu uchun qurilgan edi bu bino. Ayvonini ham, eshiklarini ko'rsatyapman. Mana hatto eshiklari ham nihoyatda mana